Seni yoningga kelganimning sababi ozgina yordaming kerak. Pul kerak bo'lib qoldi. O'rtoq, men ham hozir qiyin ahvoldaman. Mana ko'rib turibsan-ku, odam ham yo'q. Ha, bu yerda odam yo'q bo'lsa, narigi restoraningni ko'rdim. Bu yerda odam ko'p-ku. Ishlaring yaxshi-ku. O'rtoq, opam kasal bo'lib qoldi. O'shanga pul ketib qoldi. Tushunarli. Odamchi, o'rtoq, qarzga botgandan keyin o'zini yig'ishtirib olish kerak. Qanaqa qilib yig'ishtirib olish kerak? Senga maslahatim, hammadan pul so'rab yurish kerak emas, eshikma-eshik. So'ramasdim, lekin majbur bo'lib qoldim. O'rtoq, bilasam, hozir senga pul beradigan odam kerak emas. Senga maslahat beradigan odam kerak. Sen menga har doim do'stingmandirding. Boshingga nimadir ish tushsa yoki pul kerak bo'lsa beramandirding. Ozgina qo'llab. Sen ham mendan pul so'ragan paytlaringda mana shu kafeyni ochishingda ham men senga pul berganman, yordam berganman-ku. Aytdim-ku, pulim yo'q deb. Bo'lsa berardim. Mayli. Bo'lmasa biron bir tanishingda ham bo'lsa yo'qmi? Olib berib tursang. Xo'p, so'radim deylik. Keyin qanday qaytarasan? Qaytara olasanmi uni? Qaytaraman, o'rtoq. Bir haftada qaytaraman. O'rtoq, avvalgi payting bo'lganda boshqa gap edi. Hozir sira ham iloji yo'q. Sendan shu pul so'rayotgan odamlarga ayt, bir hafta chidab turursin, bir haftadan keyin qaytarasan. Iloji bor-ku. Assalomu alaykum qadrli do'stlarim. Bormisizlar? Sog' salomat, bardam baquvvat yuribsizlarmi? Mana bir o'yinimizga start berildi. Kimda kim omadini sinamoqchi bo'lsa, omadlaringizni sinab ko'ringlar. Bizda bilet narxi 500 rubl. Do'stlarim, pul konvertlari 1 millionlik, 500 minglik, 300 minglik, 200 minglik, 100 minglikdan 2 ta, 50 ming rubllikdan 4 ta, 10 ming rubllikdan 30 ta, 5 ming rubllikdan 40 ta, 3 ming rubllikdan 40 ta do'stlarim. Riskovat qilib ko'ramiz do'stlarim. Omadlaringizni sinab ko'ringlar. Faqat chin do'stlarim. Bizda WhatsApp nomer 901 719 60 22.